Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Ishongim kelmaydi bu maxluqni yutganimga. Xo'sh, u yerda nima borligini ko'rish vaqti keldi. Meni reytingim bir pog'ona balandga ko'tarildi. Menimcha biz g'alaba qozondik. Obuna bo'lishni unutmang. Professional bo'lish vaqti keldi. Nima bu? Vulqon ustidan sakrab o'tish kerakmi? Oddiy ish-ku. Bu yerda datchiklar bormi? Bog'cha bolasi ham o'tadi-ku bu yerdan. Endi menda kumush oyoq kiyimlar bor. Mana bu sasigan oyoq kiyimni vulqonga uloqtiramiz. Mana buni kiysa bo'ladi. Mana turishini qarang. Mana endi Evilning sivilizatsiyasini mag'lub qilish vaqti keldi. Duolarim Parvardigorga yetib bordi. Mana endi qornimni to'yg'izish uchun anchagina mol go'shti bor. Buning sivilizatsiyasi qayerda ekan? Bunisi nima bo'ldi? Qiziq, kitob bu yerda nima qiladi? Har biringizga yo'llanma. Qiziq. Hozirgi vaqtda men professionalman. Evoning sivilizatsiyasida. U nimagadir ilinib qoldi, lekin nimaligini o'zim ham bilmayman. Men har bir pog'onaga ko'tarilishni boshlaganimda u meni kuzata boshladi, lekin nima ekanligini o'zim ham haligacha bilmayman. Agar sen buni hozir o'qiyotgan bo'lsang, demak men bu dunyoda yo'qman. Ehtiyot bo'l. Nimagadir keyingi urovingga chiqishga qo'rqib qoldim. O'zi bu yerda nimalar bo'lyapti? Men albatta bilishim kerak bu Evoning sivilizatsiyasida nimalar bo'layotganini. Yo-mayo. Bu yer dahshat ekan-ku, ha? Nimagadir bu haykallar menga yoqmayapti. Bu haykallarning o'rtasida meni haykalim bo'lish kerak. Mana endi professional bo'lish vaqti keldi deb o'ylayman. Sen har doim shunday kelib tushasanmi? Men o'ylamagandim bir omadsiz o'yinchi professional darajasigacha ko'tarilishini, lekin hech qachon master bo'la olmaysan. Sen meni hali ham omadsiz o'yinchi deb o'ylayapsanmi? Qani idina qilib yerdan. Axir men professional difua. Janob, omadsiz o'yinchi o'zining darajasini juda ham tez ko'tarib boryapti. Xavotir olma, u hech qachon parkur uchun tayyor bo'lmaydi. Bu yerda uylar juda ham chiroyli ekan. Bir dona sotib olish kerak. Mana endi bir martaga ikkita blokni ustidan sakrashga ko'nikish kerak. Men pastki qavatni ko'ryapman. Men hoziroq yuqori qavatga ko'tarilsam bo'ladi, lekin hozir ozgina sabr qilish kerak. Shunchaki sokin, osoyishta yashamoqchiman. Menga hozir bir narsa qiziq bo'lyapti. Professionalni parkurshikning vazifasi nima ekan? Mayli, bu haqda keyin o'ylab ko'ramiz. Hozir bitta uy olish kerak. Mana men aylanib va nihoyat uy sotib oladigan magazinni topdim deb o'ylayman. Bu yerda kimdir bormi? Ha, janob, mana men o'ng tomoningizdaman. Men uy sotib olmoqchiman. Bir daqiqa, sen omadsiz o'yinchiga o'xshar ekansan. Shunday bo'lsa ham sen baribir uy sotib ola bilasan. Borib tanla. Nimaga men omadsiz ekanim? Men bilad professionalman. Mayli, yonib ketsin, qo'yish ko'raylikchi. Xo'sh, bu juda arzon ekan. Bu ham shu arzon ekan. Qo'yish ko'raylikchi. Ana bu bo'ladi. Men yag'ara sen meni aldamayapsanmi? Yo'q, aldasam til tortmay o'lay. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham shoshma. Nega men qidiruvga berilganman? Men nima qildim bularga? Menimcha mana bu ovsar meni bilmasa kerak. Shoshilmasdan tanlang. Xo'p, rahmat. Xo'sh, menimcha men mana bu uyni olsam kerak. Mana men uy tanlab oldim. Endi o'zimni uyimni borib ko'rsatasizmi? Albatta. Qara orqamdan olg'a. Bir daqiqa shoshma. Mana bu plakatdagi kim o'zi? O'zi nima ish qilgan u qidiruvga berilgan? Menimcha katta parkur sivilizatsiyadagi parkurshik Bobni o'ldirgan. Oyog'li tayidagi blokni sindirgan, keyin u bechara pastlikka tushib ketgan. Menimcha u men bu rostdan omadsiz o'yinchiga o'xshaymanmi? Balkim o'xsharsan, bilmadim. Shunchalik ham ahmoq bo'ladimi? Mana biz sening yangi uyingga yetib keldik, marhamat. Hozir men senga nima qayerda joylashganligini ko'rsatib beraman. Rahmat. La'nat, bu yer rostdan ham chiroyli ekan. Yangilarga beriladigan uydan 10 barobar yaxshi ekan. O'sha qidiruvga berilgan bola haqida yana kimlar biladi? Faqat men va parkur sivilizatsiyadagi militsiyalar. Militsiyalar unga qidiruv e'lon qilishgan. Qachonki uni ushlab olishsa, albatta uni qamashadi. Mana Qurbaqajon, seni shunday qilib uying bilan tanishtirib chiqdim. Rahmat, kattakon rahmat. Xudoyim, men buni tupoy desam, buni miyasi yo'q ekan. Tupoy Ultra Pro Max. Qiziq, agar master bilan professional o'lsa nima bo'larkin? Agar sen o'ladigan bo'lsang, hammasini boshidan boshlashingga to'g'ri keladi. Sen omadsiz o'yinchi-kusan. Mayli, men bora qolay, yaxshi gaplashdik. Men hozir qayerga borishim kerak? Shoshma, qayerga ketyapsan? Voy la'nati. Bunaqasini kutmagandim. Menimcha mana shu yer bo'lsa kerak. Har bir qilgan ishim uchun menga ovqat beradi. Men hozir bittasini ko'rdim, mana shu knopkani bosib kirib ketganini. Yangi kelganlarni 15 daqiqa ovqatlantiramiz. Bu uchun men bir dona go'sht olay ekanman. Mana professionallar qanday ishlar ekan. Xo'sh, qani bo'lmasam boshladik. Bitta sakrasang tovuq go'shti olasan, ikkita sakrasang mol go'shti olasan. Yaxshi tanlov. Xo'sh, o'ndagini tanlaysam yoki chapdaginimi? Meni bugun qiladigan ishim mana bu fermada ekan.
Shunchaki bu yerdan hayvonlar o'tganicha men qarab turishim kerak. Qani ho'kiz, sen kengizsan, bo'la qol. Qani qimirla. Oho, mana shunday, aha, mana shunday yana ozgina. 360 gradusga aylanishi. Mana buni sigir desa bo'ladi. Hattoki mollar ham parkur qila bilar ekan. Qani kengiz kim edi? Cho'chqa. Qani bo'la qol cho'chqa, sen buni uddalaysan. Qani bir ko'raylikchi. Sen boshqa yoqqa ketyapsan. To'g'riga bo'lishing kerak. Qani, to'g'riga, u yoq arqanga mana shunday. La'nati g'irt cho'chqa ekansan. Nega menga bunday qarab turibsan? Agar hozir shu yerdan o'tolmasang, sendan tovuq sho'rva tayyorlayman. Men hozir yiqilib o'laman. Hammasi meni nazoratim ostida. Xavotirlanmang. Sizning o'g'lingiz eson-omon o'tib oladi. Padaringga la'nat. Mayli, uzr, men gapimni qaytarib oldim. Sizga nima bo'ldi? Menga qarang qani? Xavotir olmang. U tovuqlar jannatiga tushdi. Biz uni albatta eslab turamiz. Mana KFC ham tayyor. Mana men qilgan ishim uchun 10 kilo mol go'shti oldim. Ha, bu albatta yaxshi. Mana bundan rasvosi yo'q. Axir bu parkur politsiyalari-ku. Endi ularga bildirmay bu yerdan quyon qilish kerak. Yellanadi, qidiruvni hamma joyga ilib tashashibdi. Hattoki meni uyimda ham. Agar men uyda jim o'tirsam, ular meni topisha olmaydi. Ha, shunday qilaman. Lekin men parkur bo'yicha chempion bo'lmoqchiman. Meni hech kim to'xtatib qola olmaydi. U yerda yana bitta kitob bormi? Qiziq, nima yozilgan ekan? Endi sen yuqoriga intilishing kerak. Agar politsiya seni tutib olsa, ular seni qamashadi. Sen ulardan ehtiyot bo'l, bo'lmasa ular seni o'ldirishadi. Endi boshqa iloj qolmadi. Endi faqat yuqoriga ko'tarilish kerak. Qani yuqorida nima bor ekan? Biz buni tekshirib ko'ramiz. Kim bu bola edi va buni kim o'ldirdi yoki nima o'ldirdi? Qani tezlashishimiz kerak. Baribir bir kun emas, bir kun militsiya meni tutib oladi. Hoy, qayerga ketyapsan? Qani to'xtachi. Men senga to'xta deyapman. Parkur sivilizatsiyasining qonuni bilan qasam ichib aytaman. Men senga yugurma deyapman. Qo'lingdan kelsa ushla. Hozir men seni bola onangni ko'rsataman. O'zingni onangni ko'rsataman. Qani kim birinchi tepalikka chiqarib o'ynaymiz? To'xtab emasam elektroshoker bilan otaman. Boshqa qamoqqa tushishni xohlamayman. Mana chiqib oldim. Men seni umringni qamoqqa chiritaman bola. Jin ursin. Men shunchaki yuqoriga chiqishim kerak. Tinch qo'yinglar meni. Yo tavba, nima edi bu? Bu bilat yana nimasi bo'ldi? Yo, men yashashni xohlayman. Bu yana kim bo'ldi? Parkur arvohimi? Endi tushunib boryapman kitobda nima haqida yozilganligini. Bu yana nimasi bo'ldi? Voydo. Endi u yerdan qanday o'taman? U o'sha yerda o'tiribdi. Qani, menimcha u ketdi. U har bir soniyada paydo bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun tezlash kerak. Bu yerdan tezroq chiqib olish kerak. Xo'sh, qani, obbo. Menga yaqinlashma. Padaringga la'nat. Uni oldidan qanday o'tsam bo'ladi? Salom. Menga qarab o'tirishingchi, ko'zing teshilib o'lgur. U nima qilyapti? U meni oldimga kelyapti. Obbo. U darrov shu yerga chiqdi. 5 sekund ham o'tgani yo'q-ku. Mayli, tezlash kerak. U shu yerda tezlash kerak. Qani tezroq. Mana yurakni hovliqib ko'radigan vaqtga ham keldik. Maestro, muzikani balandroq qiling. To'ppa-to'g'ri blokni ustiga qo'yamiz. Qani ketdik. Supermenga o'xshab qo'nish bo'ldi. Lekin oyog'im yomon og'ridi, la'nati. Qani yana ozgina yo'l qoldi. Biz buni uddalaymizmi? Xudoyim, u rostdan ham juda ham tez ekan. Qani shunchaki zanjirlar ustidan tezroq sakrab o'tishimiz kerak va biz master bo'lamiz. Qani tezroq bo'shashmaymiz. Qani. Sen menga halol bera olmaysan, isqirt maxluq. Meni parkur bo'yicha qora belbog'im bor. Qani yana ozgina. Qani. Hoba, yes! Sen meni yutding. Hayır, yoptu bayımak. Sal qoldi ishtolimga sichib qo'yib berardim. Menimcha kitobda mana shu arvoh haqida yozilgan edi. Men haligacha tushunmayapman, u qo'l yozmalarini qanday qilib yozgan ekan. Mayli, bu menga qiziq emas. Mana endi parkur bo'yicha master bo'lish vaqti keldi. Hopa, mana endi oltin oyoq kiyimlar. Kumush oyoq kiyimlarim ham yaxshi edi, lekin oltin oyoq kiyimlar undan ham yaxshi. Ko'rinishi stilli. Mana endi men parkur bo'yicha haqiqiy master bo'ldim. Men bu qurbaqajonni dublyaj qilganimcha onasitim og'zimga keldi. Iltimos obuna bo'lish esdan chiqmasin. Anilan legenda deb yozish esdan chiqmasin kommentariyaga. Men tez orada parkur bo'yicha chempion bo'laman va bu oyoq kiyimlar tez orada meniki bo'ladi. Bu yer vobshe dahshat ekan-ku.
ko'p qavatli binolar bor. Bu yerda tramplin va 3 ta blokning ustidan sakrab o'tish ham mumkin ekan. Sen butun yurakka to'kilding. Qurbaqajon, sen parkur bo'yicha master bo'ldingmi? Men seni parkur bo'yicha jangga chaqiraman. Men senga va'da beraman, sen hayotga meni yuta olmaysan. Tezroq ko'zimdan yo'qolib ketgan hozir kallangga bir narsa otaman. Endi aniq tomonsan. Wow, bunchalik tez bo'ladi deb o'ylamagandim. Agar sen meni yutsang bu o'yinda sen parkur bo'yicha chempion bo'lasan. Evo, sen yutqazdim deb o'ylayver. Chunki men kapalak kabi tez uchib, ariday zaharli chaqaman. Qani boshladik. Boshlanishiga men senga 1-2 sekund fora beraman. Bu nima? 4 ta blokning ustidan sakrash shunchalik qiyin ekanmi? Qani bo'la qol. Bunaqa yurishingdan meni uyqularim kelib ketdi. Wow, borgan sari bloklar katta bo'lib boryapti. Padarlanadi Evo'ye. O'tib ketdik-ku, ha? Xo'sh, bu kravat nimasi bo'ldi? Bera saqlanib qiladigan joy bor ekan. Sakragan payt juda ham tez sakrash kerak va ehtiyotkorlik bilan sakrash kerak. Agar yiqilsam o'yin tugaydi. Ey, ko'tingga qurting bormi? Nima buncha tez o'tib ketding? Men ham shunday sakrashni amalga oshirishim kerak. Qani, bo'la qol, bu juda ham oson-ku. Qani? Bu bo'lishi mumkin emas. Qanday qilib tez o'tib ketdi? Agar men undan o'tib ketsam, u albatta Anilanga obuna bo'lishi kerak. Qani, yo'q pirim yoki sigirim. Ey, nega buncha xursand bo'lyapsan? Borib olay, ko'zingga ko'rsataman. Qani, yana ozgina qo'lla, bo'la qol. Hoba! Yo, onang Evo, padaringalanar hammasi seni deb bildi. Qani, hoba! Bu yo'q, Kalmar uyini berib ketdi-ku, qizilmi yoki yashilmi? Kalmar uyinda ham Chonsu qizilni bosgan edi. Demak, men ham qizil tomon bilan yurayman. Mana shu yo'l bilan. To'g'ri yo'lni tanlabman. Qani? Biz bilgandik, kutgandik shunday o'zgarishlar bo'lishini. Evo, padaringga la'nat. Shoshmay tur, hozir men seni ko'zingga ko'rsataman. Borgan sari qiyinlashib boryapti-ku. Qani ko'ramiz, uddala bilamanmi yoki yo'qmi? Ha, men buni uddaladim. Yana bir marta uddaladim. Qani endi olg'a. Bugun kimdandir omad yuz o'giradi. Mana shu yergacha yetib keldim. Mana endi navbat muz bloklarining ustiga sakrash kerak. Vaqti sirpanchiq ekan-ku. Wow. Sal qo'lni yiqilib ketardim, lekin bu oson ekan. Balkim bularning ustidan tez sakrab o'tarman, ha? Nima deb o'ylaysizlar? Menda o'xsharmikin? Mana bularning ustidan 360 gradusga sakrab o'tarman, ha? Hoppa, hop, ana. Oba. Biri betonday qattiq, biri paxtaday yumshoq. Nima degani bu? Balkim mana bu yuqoriroqdan yurib ko'rarman, ha? Mana shunday, mana yuqoriroqdan yurib ko'rsa agar bo'lar ekan. Negadir shuni ustiga yursam meni g'ashim kelyapti. Qani yana ozgina. Nega bu sirpanchiq bu? Yaq emas-ku. Jinursin, yana bir marta padaringga la'natsan Evoni. Xo'sh, men keyingi urvindaman. Demak, Evo bu yerda bo'lgan. Mana u la'natini ko'rdim. Demak, biz undan o'tib ketib bilamiz. Jinur, battar bo'l, seni joying o'sha yerda edi. Mana endi men oldindaman. Jinursin, ikkita blok ustidan bir martaga sakrab o'tish, buni iloji yo'q axir. Qanday qilaman? Jinursin, qanday sakrasam ekan, qanday qilsam ekan? Hozir Evo mendan o'tib ketadi. Jinursin, buni qandaydir yo'li bo'lishi kerak-ku, ha? Qanday qilib sakrasam ekan, balkim chetidan o'tsam-mikin, qanday? Tushunmadim. Jinursin, ko'rinmas bloklar bor edi bu yerda. La'nat yey. Xo'p, yaxshi. Mana Evo, sen bilan finalga ham keldik. Tushib ketdi. Battar bo'l. Mana yana ikkita sakrash va men g'olibman. Axir bu bo'lishi mumkin emas. Sen rostdan ham meni yutdingmi? Men hech o'ylamagandim bir omadsiz o'yinchi meni mag'lub qiladi deb. Mana meni oyoq kiyimlarimni ol, endi sen chempionsan. Bu men uchun sharaf edi sen bilan birga parkur bo'yicha bellashishga. Endi men bu sivilizatsiyada yangi chempionman. Meni yaxshi ko'rgan aholilarimdan biri-ku. Grox, men